Ba'zi bilan aytadi, top o'ynasa top o'ynama. Bu palonchining kallasi. Bekorlarda aytibdi. Top hech kimning kallasi emas. Top o'ynasa hech qanday gunoh bo'lmaydi. Faqat o'sha top o'ynashlikda qumor o'ynamasa bo'ldi. Yutqizgan osh qilib beradi, yutqizgan stadionda pulni to'laydi demasa bo'ldi. Yoki futbolda deb bir-birini urushmasa bo'ldi. Futbolda deb bir qanaqadir yaxshi amallarni kechiktirmasa bo'ldi. Shu hech qanday zarar yo'q narsa, sog'liqqa foydasi bor. Chunki siz bilan menga doktor aniq doktorga borsangiz yuguring deydi. Qattiq yuguramiz hozir biz. 1 kilometrdan keyin tamom bo'ladi. Top bo'lsa 5 kilometr yuguramiz. Yumanadi orqasiga yuraverasiz-da. Sport sog'liq garovi-da. Shuncha aytadiki, bolang suzishni bilmasdan o'lsa qiyomatda javob berasan deydi. Nimaga siz suzishni o'rgatmaganliging uchun deydi. Sport haqida. Sportga qarshi odamlar ham albatta bor bo'lsa kerak oramizda. Hamma o'zini ham, farzandini ham sog', epchil, jismonan baquvvat, kasal bo'lmagan, quvvatli bo'lishini xohlaydi. Ammo hamma ham mana shu narsaga kerak ishni qiladimi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni jismonan sog'lom, quvvatli bo'lishiga qattiq haris bo'lganlar. Ayrim odamlar aytadi, sport bilan deydi shug'ullanishlik odamni viqoriga, haybatiga, biz tilda avtoritetiga to'g'ri kelmaydi. Yugurib yurishni tasavvur qil, domlani deydi. Chunki odamlarning nazarida qora aka degani yoki musulmon degan umuman sport bilan shug'ullanmaydigan, doim siparishda biroz so'zsa ham indamay ketaveradigan, shu eshib turadigan odam tushunishadi. Qora aka degan haligi muloyim qayqa boshini yiqib turadigan emas. Sportsmen, zo'r baris, yo zo'r futbolist yoki bir zo'r lehka atletika bilan shug'ullanadigan, ham qori, ham mulla, ham sportsmen bo'lishini xohlamaysizmi bolangizni? Chunki bizga ana shu dinsizlik davrida dindorlarni shunaqa deb tushuntirib qo'ygan miyamizga. Qayerga bo'lsa qulluq qilgan, hali biroz so'zsa ham indamay ko'taradigan. Unaqa emas. Men qiziqmayman sportga. Seni qiziqishingni so'ralmayapti. Men bitta to'p orqasidan 10 tasi jinniga o'xshab, siz esli bo'lib o'tiraverasiz. Osh yeng, go'sht yeng, davlengiz ko'tarilsin, oshqozon ichak kasallarga uchiring, teri kasalliklariga uchiring, yuguring edi, yuguning edi. Bilasizlar, yugurishlik qanaqa bir odamga foydali narsa. Rahmatan lil alamin bo'lgan zot, yelkasida bu katta risolatni ko'tarib turgan zot, shu sport musobaqasi bilan shug'ullanayotganlarga kelib qo'shilib, ularni ko'nglini ko'tarishga vaqti bo'lgan ekan. Bundan zarur ish yo'q boshqa. Yugurish o'rasan, ertamandan kechgacha turnirga osalasan o'zingcha, shunoniga bor kitobingni o'qi. Faqat kitob bilan o'tirganda odam jismonan ezilib qoladi. Boyagi yugurganida, turnirga osilganida bir jismoniy bir harakatlarda qilganda yoziladi, nashot paydo bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni jismonan sog'lom bo'lishimizni xohlagan. Biz qachon chiqamiz sport bilan shug'ullangani? Yo kalta yeganimizda qattiq. Yosh bola urib qo'ydi deydi. Yo o'tirib turishga qiynalib qolganimizda, yurmasam bo'lmaydi, bo'lib ketibdi deydi. Semirib ketibman deydi. Semirib ketgani uchun yuguryapti. Bo'lmasa yugurmas edi bu. Nima deb yugurish kerak ekan o'zi? Innamal amalu binniyat, birodarlar. Jismonan sog'lom bo'lishligim Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsa xursand bo'ladigan ishni deb turib chiqsa, sport bilan shug'ullanishi ibodat bo'ladi, birodarlar. Ming afsus bo'lsinki, birodarlar, ko'pchilik musulmonlar xususan payg'ambarimizning sunnatini qilyapman deb da'vo qilayotganlar bu narsalarni bilmaydi. Sunnatga amal qilyapman deydi, o'zi qarasangiz ayni sunnatni tark qilayotgan bo'ladi. Bir marta itdan qocha olmay tolanganingizdan keyin yugurasiz sport bilan shug'ullanib, birodar. Agar kunda futbol o'ynab yurganingizda qochib ketardingiz itdan.